Sizlarga hozir bitta noodatiy manzarani ko'rsataman. Faqat yaxshilab o'ylanglar. Ko'rgili keladimi yo'qmi bilmadim-ku, lekin boyam, kambag'alam, inomarka haydaganam, necha qavatli uchastkasi bo'lgan odam, necha pulinglar borligidan qat'iy nazar, hammamizning boradigan manzilimiz bitta. Ko'pchilik oyoq yerdan uzilgan yoki uzilmoqchi bo'lgan insonlarga qabristonlarga borib, ozgina vaqt o'tkazishni maslahat qilgan bo'lardim. Ancha kibringlarni sindiradi. Bu dunyoni tark etganimizdan keyin u yoqda nima bo'lishini tasvirlab bera olmayman-ku, lekin yaxshi inson bo'lsak, yaxshi amallar qilsak, oxirida yomon bo'lmasligi va'da qilingan. Shuning uchun xulosa o'zinglarni ehtiyot qiling.